Bir-birin kuzatar fasllar. Po'lat Mo'min. Bir-birin qay usulda kuzatishar fasllar. Bir-biriga nimalarni uzatishar fasllar. Fasllar bu yil boboning o'g'illari, qizlari. Har qadamda seziladi o'ziga xos izlari. Go'yo ular bir-birining qo'llaridan ushlashar. Gir aylanib, davra qurib, to'rtov o'yin tusharlar. Qir adirni dam oldirib, dalalarni uxlatib, Bahoroyni qushpolvon ham kutar ekan o'xshatib. Oppoq qordan ko'rpa yopib, oq bo'yoqqa bo'yarkan va zararli mikroblarni yo'qotarkan, quvarkan. Issiqni ko'paytir deb aytar hatto oftobga, o'z xizmatin o'tar ekan yozilganday kitobga. Qushpolvon o'z vazifasin 3 oy ichida o'tarkan, xizmat qilish navbat bilan Bahoroyga o'tarkan. Bahoroy ham yomg'ir bilan yuvar ekan yerlarni, yaxshilikka burkar ekan dalalarni, qirlarni. Daraxtlarga taqar ekan turfa-turfa chechaklar, shamol mayin-mayin esib, aytar qo'shiq ertaklar. Dehqon esa yer bag'riga chigit, urug' qadarkan, shu tufayli quyosh yerni nurin sochib sevarkan. Bahoroyning mehnatidan yashararkan keng olam, belni bog'lab, terlar to'kib, yayrar ekan el odam. Ko'p narsani tayyor qilib, bog'lardan gul terarkan. Go'zal yozga Bahoroyim, keling deb gul berarkan. Vazifasin bajarishga kirishganda go'zal yoz, eng avvalo Quyosh bobo to'sharkan nur poyandoz. Paxtalar ham yetilarkan yulduz chanoqda, gul faslning fazilatin ko'rish mumkin har yoqda. Har narsani tayyor qilib topshirar kuz o'g'longa, mo'l hosilni yig'ish uchun kuz tusharkan maydonga. Kuzdan qabul qilish uchun qushpolvon ham shaylanar. Har bir fasl oy kun bilan bir-biriga bog'lanar. Har biriga gal kelarkan bir martadan bir yilda. Yil boboning farzandlari xizmatda shu zaylda.